olsun. Tanıdık kullandı. Yaxşımı köpçülük qanday ahvalinglar? Muşunub köplep taqtib qo'yinglar, sizlardan qo'shib ketay qarindoshlar. Men rasmni ko'rdinglar, abalninki yeydigan narsa yo'q. Kichik necha kunlik bo'lgan bovoqning ichidan qon kelib to'xtamatidi. Men qalaymiqan narsa yegan bilan bo'lmaydi ekan. Bolalarga ya opasini imanmaydi. O bolalar bo'lgan bo'lsa bir opasi emgan bo'lsin, bir jiq qiynalmasa qo'ydi. Hep tayyor pulni berib akirib biringlar desam akirib bermay. Buni 3 kun bo'ldi ya, sadagan ketaylar, bovoqqa yeydigan narsa yo'q. Yana non berib, yana ichidan qon ketib birini bo'lib kelib qolsa, sen haq to'lasamsa, aqasingninki bolasi yo'qmi? Sen haq ota-ona emasmi? Balangni bir gap kelgan, bekor narsada bolalarni tilg'anmay deb kelib qoldim. Balaga birim akab bersan, akab berish. Yangi yer 6-kantninki kadr deb shunday yo'g'an bir namanlavatdiki. Boshqa mana xizmat qilayotgan kadrlarning yuzini to'kmay, bolalarning xizmatidan qilib bersanlamamda qanchasimi? Zar yıqlab yatadigan bolalar unutsuğa 3 gün bo'ldi, 3 gün, 3 gün. Saqlab beramdiq. Anandaki mana hozir bu vaqtninki telefon qilsa, nim deyishdi? Bekorlik vas yatamni biz ulunga iloninga bekorlik deb chiqarishmabsa aqalsing. Telefon nomerini yo'g'on dag'dam qilib top uchib yuribdi. Hozir bu vaqt deb, bek hozir bu vaqtken. Bekorlik vas dumyotamdi deb, sen haqqi yetkizib beralamsizlar debdi. Yetkizib beralamsizlar. Bolalarim qiynalib ketib yig'lab telefon qilsa, bolalarim nolisi chidamay ashta deyishibsan-a? Yaqasının bolasi va ey. Ma ellaylar ichinglar og'rib ketsin, ichinglar og'irsin ma bolalarga. Elimi netisini doktorxonaga apamay jindan juda qilib bo'lishdim. Ma balama qilib qoldi, bola. Bola avu. Ma odam bo'lmaydiganlar. Ma kadrlar yetkizib berishdan ma shipingni bo'lmas butun tor dunyosi taqit etmayman. 3 gün bir adam, bir çoğun adam bir gün açlıkçı diyemaydı, bir boğak 3 gün nimçidaydı, künde kaynak su içip kivatkan boğatkan ava ballarınki atansı kan jığlap yatıdı öyde. Hep bir balık kıynılıvası koldan yetişkenmey atansına qarap yetiştin təsiz şu ama. Adam bo'lmaydi Allah, hep bugünlem ötep gite. Bugünlem ötep gite, aqasının bişiğe balısı ağırıp qalğan küllem kip qaldı. Şu vaqtda vaysit, men burun nemi qilgan bo'g'aydim. Zar qilinib, men telefon qilsa, nemi degan bo'g'aydim deb og'zingga opla deb urib kelishma aqasing. Odam emas ayıb. Hello, the mothers in the world. I'm Kamer Atish, an Uyghur from Turkey. Since the CCP's genocidal concentration camps came to light in 2016, the massacre have been continuing. Unfortunately, the weak pressure of the world could not stop but accelerated it. Especially since the last 2 months, the Uyghur people have been left to mass death by being imprisoned in their homes and starved under the pretext of quarantine due to the virus that the CCP itself produced and spread it to the world. The videos, which are the evidence of this hunger genocide horror shared in the social media, revealed that hundreds of Uyghurs, especially those elders and children, have died so far. Oh, compassionate mothers, I am not asking financial support from you because it will never reach to those hungry people. I'm simply invite you to emphasize, react to this human tragedy of the 21st century. Raise your voice and shout to the world. Thank you.